Oxirgi o'qigan 5 ta kitobingizni eslab ko'ra olasizmi? Ulardan qaysi biri sizni fikrlashingizni, qarorlaringizni yoki hayotingizni o'zgartirdi? Agar javob yo'q, hech qaysisi bo'lsa, unda xavotir olmang, siz yolg'iz emassiz. Ko'pchilik kitobni o'qiydi, lekin uni tez fursatda unutib yuboradi. Lekin top 1% odamlar kitobni qanaqa o'qishi va nimaga unutmasligini sabablari ochiq-oydin. Biz bularni ko'rib chiqishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Siz Yoqubov Murodjon kanalidasiz. Umid qilamiz sizga bu videolar manzur kelyapti. Albatta videodan oldin like bosing va videodan keyin o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu mavzuga kirishimizdan oldin bitta gap aytib qo'yishim kerak. Men 5 yildan oshiq ustoz bo'lib ishlaganman. Ko'p o'quvchilarning kitob o'qishini, umumiy olganda o'rganish prosesini ko'rganman va o'zim ham qaysidir ma'noda kitob o'qiganman. Bitta mifni biz videoga kirishdan oldin yopib tugatib olishimiz kerak. Ba'zi odamlar men vizual o'rganuvchiman yoki men eshitib o'rganaman yoki men qilgan ishimdan o'rganaman degan fikrlari bor. Eshitilishidan ishonchli deb tuyuladi, lekin katta universitetdagi olimlar buni ustida ishlab, yo'q, bu faqatgina miyaga berilgan signal. Inson asosiy o'rganish qobiliyati bu o'qish va takrorlashdaligini ta'kidlashgan. Ya'ni agar siz o'qib o'rgana olmayotgan bo'lsangiz, unda faqatgina sizda o'qib o'rganishdagi bo'lgan qobiliyat rivojlanmagan. Uni rivojlantirish kerak. Kitob o'qish bu shunchaki ma'lumot yig'ish emas. Hech qachon unaqa bo'lmagan. Kitob o'qishda bu siz o'zingizga fikrlar, murakkab fikrlarni mashq qilishingiz mumkin. Bir vaqtda ikkita fikrni ushlab turishingiz mumkin yoki sizga qarshi fikr bildirganda uni to'g'riligini qabul qilishingiz mumkin. Kitob o'qish odatda mana shunaqa skilllarni sizda rivojlantiradi. Birinchi usul bu kitob olganingizdan keyin shunchaki qiziqish bilan uni o'qish emas, balki undan oldin o'zingizga savol berishingiz kerak. Men bu kitobni nimaga oldim va bundan nima o'rganmoqchiman? Mana odatda har xil kitoblarni o'qiymiz, lekin kitob ko'rganingizdan keyin siz agar bundan nima olaman degan to'g'ri missiyani miyaga bermasangiz yoki uni yozib qo'ymasangiz, unda kitobdan faqatgina ma'lumotni olishingiz mumkin. U sizga hech qachon hayotda yordam bermaydi. Masalan, bu kitobni o'rganishdan maqsadim men insonlar bilan munosabatni rivojlantirish. Bu kitobni o'rganishdan maqsadim men psixologiya sohasi bo'yicha o'zimdagi boshlang'ich ma'lumotlarni olish. Shunga o'xshagan aniq qadam bilan kitobni o'rganishni boshlash kerak. Kitob o'qish borasida Elon Muskning ajoyib g'oyasi bor. Bilim bu daraxtga o'xshaydi. Barglarni o'rganishdan oldin shoxlarni va tanasini tushunish kerak. Ko'p insonlar faqat barglarni yig'adi. Iqtibos tugadi. Bu bilan nima demoqchi? Daraxtda tana, shox va barglar bo'ladi. U inson kitobdagi ma'lumotni shu 3 ta narsaga tenglashtiryapti. Ya'ni tana bu kitobdagi asosiy g'oya, shoxlar bu asosiy boblari, barglar esa bu kitobdagi hikoya, iqtibos yoki bir mavzuda misol keltirilgan. Ko'p insonlar o'sha misolni ko'radi, "Voy, misol qiziqarli ekan, bu gap bosh joyida aytib bersam bo'lar ekan" degan fokus bilan kitobni o'qiydi va asosiy tanasi, ya'ni kitobdagi asosiy g'oya chetda qoladi. Agar siz asosiy g'oyani tushunsangiz, birinchi yozilgan maqsad bilan, ya'ni nimaga o'qiyotganingiz bilan asosiy g'oyani tushunsangiz, unda kitobni eslab qolishingiz ham va uni hayotingizga tatbiq qilishingiz ham rosa oson bo'ladi. Ko'p insonlarda ko'rganman, kitobni oladi, ustidagi muqovasini ko'radi va bu kitob haqida taxminiy fikrni boshqa odamlardan eshitadi va kitobni o'qishda davom etadi. Lekin o'zi qanaqa qilish kerak? Siz kitobni oldingiz, o'zingizga bundan nima o'rganaman degan maqsadni qo'ydingiz va undan keyin albatta siz kitobni birinchi betidan emas, balki mundarijadan boshlashingiz kerak. Ko'ring, u yerda nima mavzular yoritilgan. Ya'ni miya taxminan nimani o'rganish mumkinligi haqida ma'lumotni qabul qilsin. Kitobni ochganingizdan keyin unda darajada qaysi boblar bor va bu boblarda qanaqa qiziqarli. Buni yana zo'r tomoni, agar bob qiziqarli bo'lsa, kitobni oxirigacha o'qib qo'yasiz. Yarim joyda tashab ketish yoki bu kitob qiziqmas ekan degan fikrdan uzoqroq bo'lasiz. Eng muhim savol: kitob o'qigandan keyin uni qanaqa qilib unutmaslik mumkin? Endi bu savolga hamma har xil javob berish mumkin, lekin eng qulay va ko'p insonlarga to'g'ri keladigan usullardan bittasi bu kitobni o'qigandan keyin o'sha kitobdagi fikrlarni o'zingiz o'rganib, tahlil qilib boshqa insonlarga aytishingiz. Chunki siz o'zingizdagi g'oyani agar boshqa insonlarga o'zingizning tilingizda gapirib bera olsangiz, значит siz uni 100% tushungan bo'lasiz. Kitobni o'qib bo'lgandan keyin albatta kitobdagi hamma ma'lumotga 100% qo'shilish bu to'g'ri emas. Chunki kitobda ham ba'zi ma'lumotlar to'ldirilmagan bo'lishi mumkin. Bill Gates kitob o'qiyotganda agar kitobda unga qarshi bir fikr bo'ladigan bo'lsa, kitob chetiga yozib qo'yardi o'zining fikrlarini va kitob o'qib bo'lgandan keyin o'sha fikrlarni o'ziniki bilan solishtirardi. Chunki kitob bu sizga nimani o'ylashni o'rgatish emas, balki qanaqa o'ylashni o'rgatish uchun vosita. Agar bu uslublarni biz o'zini o'rnida har doim to'g'ri qiladigan bo'lsak, unda kitob bizga ham qiziqarli tuyuladi, ham oxirigacha o'qiymiz va undan to'g'ri xulosa olamiz. Kitobni oldik, nima maqsadda o'qiyotganligimizni o'zimizga o'zimiz aytamiz yoki
yozamiz, kitobni mundorejadan boshlaymiz va o'qib bo'lgandan keyin albatta bu kitobdagi fikrlarni biz boshqa insonlarga aytamiz. Agar bu fikrlarga qo'shilmasak, unda o'rtadagi fikrni o'zingizning fikringizga umumiylashtirib to'g'ri qarorga kelishingizga yordam beradigan bir ishni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bitta kichkina nyuansni aytib o'tib ketishim kerak. Hozirgi kunda AI juda ham rivojlangan paytda yashayapmiz. Ko'p insonlar shaxsan guvohi bo'lganman, kitobni oladi. Bu kitobda AI, ya'ni eng zo'r joylarini yoritib ber deydi, uni o'qiydi bo'l. Lekin bu harakat bu sizni kitobdagi olgan ma'lumotingiz bilan teng emas hech qachon. Biz esdan chiqarmasligimiz kerak. AI bizning o'rnimizga o'ylashi kerak emas. Prosta AI biz uchun bu assistent faqatgina. Kitob o'qib bo'lganingizdan keyin undan olinadigan xulosani AI bilan maslahat qilishingiz mumkin. Bu kitobdan qanday xulosa oldim va mana qarashlarim o'zgardi degan so'zni aytishingiz mumkin, lekin AI uchun siz fikrlovchi inson sifatida bo'ling. AI siz uchun fikrlovchi qurilma bo'lmasin. Ko'p kitob o'qish insonni hech qachon aqlli qilmaydi. Balki o'qigan narsalaringizni hayotingizda qo'llash sizni aqlli qiladi. Keyingi safar kitobni qo'lingizga olganingizda o'zingizga albatta savol bering. Men bu kitobni shunchaki o'qib tugatmoqchimanmi yoki bu bilan o'zimning hayotimni o'zgartirmoqchimanmi? Umid qilaman bu video sizga manfaatli bo'ldi. Obuna bo'ling va albatta bu mavzu haqida o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Salomat bo'ling.